bitta polsda ikkita homila joylashgan deb. Bittasi ozgina kichkina, hali yurak urishi yo'q. Ikkinchisi 5-6 haftaga mos bo'lgan homilalar deb. Umuman hayzingiz bo'yicha olganda ham sizda homiladorlik kech ovulyatsioni rivojlangan. Ko'chgan joy bor-ku deysiz. Da, ko'chgan joyi juda katta edi. 1-2 stepenga ketayotgan ko'chish deb berganman. Mana o'sha повтор 10 kundan keyin kelyapsiz. Ahvolda qarang oyijonisi. Tем более sizda emizikli edingiz, o'shanda aytdingiz-a, emizishni chiqarib olmadi. Eng bizani xatomiz shuda, oyijonlar. Emizib turib homiladorlikka yo'l qo'yib qo'yamiz. Homiladorligingizni aniqlaganingizdan keyin ham yana emizishni davom ettirasizlar. Mana endi ahvol nima? Bitta polsda ikkita egizakchamiz bor edi. Bu egizakchalar yashaganda bir-biriga o'xshaydigan juda chiroyli egizakchalar bo'ladi. Afsuski, juda katta joyda mana qon ketgan. Mana qon ketish momentda. Ko'chgan joyi bor. O'smay qolgan, to'xtagan o'sha bularimiz. To'xtab qolgan o'sha. Mana